Alo, tez yordammi? Men nimaga qimirlamayapman? Nafas olmayapti, og'zidan ko'pik kelyapti. Tez yordam kimga? To'xtang aka, biz o'zimiz yetib boramiz. Xo'pmi, kelib o'tirmaylik. Bo'pti. Ko'tar, aka. Qaqa ko'taradi. Soppa sog'ingiz bo'lgan bo'lishi mumkin emas. Iltimos, Bular nimaga polisiga olib keldingiz? Kimdir menga tushuntirib beradimi? Aka! Vrachga, menga tushuntirib ber. Nima gunoh qilading? Ey, tushuntirib berdim senga. Nima gunoh qildi? Hey! Hasan, voy, nimaga mendan jirkan vossanla? Suvimga qaynoq kuydiryapti. Siz kimlari bo'lasiz? Akasiman bo'ldi. Ha, Alloh rahmat qilsin. Mabodo qarindosh urug', oshna og'ayni, qo'ni-qo'shnilar ichida oldi berdilari bo'lsa, omonatlari bo'lsa, guvoh isbotlari bilan, hujjat bilan so'rab kelishsa, ado qilasiz. Tushunmadim. Bir savolim bor edi. Domla, ukam shu adashib bir narsa chakib yuragi to'xtab qolibdi-da. Savol javob qanaqa bo'ladi? Alloh rahmat qilsin. Nima? Endi Xudoga havola. Savol javoblar ozgina og'ir bo'ladi. Xudo sabr bersin. To'xtanglar, kimdir meni eshitsa iltimos. Kimdir eshitadimi yo'qmi? To'xtanglar. O'lganim yo'q-ku. Hey! Yaqinlari kim? Men akasiman. Teksan teskari bo'lib, uni yoq bilan kiraverasiz. Qabr ko'lanishi og'ir bo'ldi. Biror narsa bo'lsa ichkarida ko'rsa aytarsiz. Bir nega qiyin bo'ladi ko'rishga? Mahkam. Yo'q, kirmayman qabrga. Kirmayman. Yo'q, aka Boshlardan keyin. Boshlardan keyin. Nimaga bu yerga qo'yildi? Qo'rqaman, qo'rqaman. Aka, tashlab ketmayaptimiz, o'tinaman. Aka, Men rozi bo'l, ukam. nimaga Ben rozi rozi bo'l. Aka, Savol javobini olsam bo'lsin, ukam. o'tinib so'rayman. Meni tashlab ketmayapti. To'xtanglar, iltimos. Eshtinglar, mana. Nimaga qo'rqib ketyapman? Qo'rqib ketyapman, aka, to'xtang. To'xtang. Eshtinglar, odamlar, mana. Eshitasizlarmi yo'qmi? To'xtang, yo'q. Qo'rqib ketyapti, yo'q. Tinchlikmi? Yomon ish ko'rdingmi? Men hamdan bitta tortib oldim tabletkadan keyin. Ash bizni zo'r ketadi. Yo'q. Kerak emas.